Ana endi bizni kutgan va sovg'alarni yaxshi ko'radigan onalar uchun konkurs o'tkazamiz. Men hozir 5 ta onani sahnaga taklif qilmoqchiman. Konkurs o'ynaymiz. Bu konkurs foydali, ya'ni asfiksiya haqida bo'ladi. Ya'ni bola tiqilib qolsa qanday yordam ko'rsatish kerak uy sharoitida. Chiqasmi chiqing. 5 ta bo'lsa bo'ldi, ko'p kerak emas. Bolali ayollarni bolalarga yordam berib turasizlar. Marhamat, kelinglar. 5 tagina odam, 5 tagina faqat 1 2 ta, yana 3 ta. Bunda mana qo'g'irchoqni olib olasizlar, o'ylaysizlar, что bu bola. Endi qaranglar, bu konkursda bor-ku, biz qo'rqitmoqchi emasmiz, lekin hayotda bo'ladigan narsa-da. Men misol uchun buvimdan eshitganman, chaqaloqligingda, kichkinaligingda bir 11-12 oyligimda bo'ldi, 5 ta bo'ldi. O'shancha chaqqon chaqirganda chiqib olish kerak edi. Tiqilib qolgan, qurt yutib yuborganman. Hammani bolada ozgi soboradi, boshqa qiladi, tiqilib qoladi. Uy sharoitida masalan ko'pincha biz dovdirab qolamiz, qanaqa yordam berishimiz mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun iloyim bunaqa narsa bo'lmasin avvalambor, lekin bo'lib qolsa o'sha paytda biz nima qilishimiz kerakligini biz hozir bilib olamiz. Hozir mana onalarimizning qo'llariga buni bolachada faraz qilamiz. Bolada tomog'iga tiqilib qoldi, nafas yetmayapti, ko'karib ketyapti. O'zingizlar bilganingizcha qanaqa o'zingizlar tasavvurga egasizlar. Xuddi o'shanaqa bolaga birinchi yordam berasizlar. Aha. Hozir juri a'zosi qilib, hakamimiz qilib biza doktor Ziyod akani taklif qilamiz. Ular to'g'ri javob egasini topib berasiz, to'g'rimi? Ha. Juda ham yaxshi. Demak, boshladik. Birinchi onadan boshlaymiz. Keling, bu yoqdan boshlaymiz. Olov rang kiyimdagi. To'xta, voy, mashinachi o'ynaymiz, mashinachi. Qizlar, lalichka-ku, qizlar o'ynaydi-ku, assalom. Ichkarida bitta qo'g'irchoq bor, agar iloji bo'lsa olib chiqib bersanglar. Bormi? Qolgan, yana bitta dona o'qimamchi qo'g'irchoq qolgan edi. Qani bola tiqildi. Necha oylik deb faraz qilamiz bolani? Hali 1 yoshga to'lmagan, to'g'rimi? 6 oylik bolaga, 6 oylik bola bu narsa olib tomog'iga savorishi mumkinmi? Aniqmi? Aniq. 6 oylikda mumkinmas. 1 yoshgacha deylu, 6 oydan keyin, mayli doktor siz o'zingiz fikringizni ayting. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkinmi? Hamma bola har xil-ku. Yoki akasi opasi kelib berib qo'ygan bo'lsa-chi og'ziga. Mayli, men doktorlar bilan sporить qilmayman. Chunki doktor emasman. Demak, tushunib oldik-ku. Tiqilib qoldi, qanaqa yordam berasiz? Boshlang. Yoki hamma birgalikda qilamizmi? Assalomu alaykum. Tiqilib qoldi. Bu menimcha qo'lini tiqish eng katta xato bo'ladi. Srochda srazu bunaqa qilib, mana bu ikkita kurak orasiga urish kerak. Urib, va urgunizchi bab chiqib ketadi. Bola уже yig'lab o'ziga keladi, shunda chiqib ketadi. Men shunaqa qilgan bo'ladi. Javob qabul qilamizmi? Hammani ko'rib bo'lib keyin aytganimizmi? Qabul qildik javobingizni, rahmat. Mikrofonni o'zingizga bola tiqilib qolsa, asfiksiyada nafas ola olmay qoladi, ko'karadi. Bunda bolani boshini pastki tarafga qo'yish kerak. Masalan, tizzani yerga qo'yib turib qo'ysak ham bo'ladi. Biroz pastlatib, ikkita qo'lda bunda 5 marta oldinga qilamiz. Keyin bunaqasiga yotqizib, 5 marta shu og'iz tarafiga qaratib turib uramiz. Chiqib ketmasa, yana oldinga qaratib 5 marta, yana orqaga qaratib 5 marta. Birinchi o'rinda bu harakat qilishdan oldin tez yordam chaqirish kerak. Tez yordam kelguncha qilinadi, bu tez yordam kelishi shart. Yaxshi. Keyingi. Birinchi qo'l tiqish kerak emas, avvalo. Keyin bolani qattiq ushlab olish kerak, bola uchun qulay qilib. Iloji bo'lsa mana bunaqaga qo'l bola joylashsa agar, mana bunaqa urilish kerak. Bolani mana bu iyak sohasi og'iz chap qo'l yordamida ushlab turish kerak. Og'zini ochgan holda urish kerak. Qo'l tiqish kerak emas, yokida qoshiq, nimadir solish kerak emas.
Bolaga 1 yoshgacha usti silliq, dumaloq narsa berish kerak emas. Endi yeyish uchun yo tanga tam nimadirlarni uzoqroq saqlash kerak, chunki o'zim tanishimda bo'lgan no'xat bo'ladi-yu, yeyiladigan no'xat. Akasi berib qo'ygan, aytganlaridek, akasi yetgan no'xatidan ukasiga mehribonlik qilib berib qo'ygan. Tiqilib qolgan. Yemayapti-da, opa. O'shancha hushyor bo'lishimiz kerak. Yaxshilab qarab turinglar. Bu juda ham foydali bo'ladi maslahat sizlarga. Avvalambor aytmoqchi edim. O'zi tiqilish bo'ldimi, yo'qmi, birinchi navbatda shuni aniqlab olishimiz kerak, chunki ba'zida qo'shimcha ovqat kiritganda onajonlar hayajonlanib qoladi-da, rostdan tiqildimi, yo'qmi bilmay qoladigan holat ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun haqiqiy tiqilish asfiksiyada bola qizaradi, nafas olishga qiynaladi. Shunaqa vaziyatda bolani mana bunday ushlab, mana bunaqa holatda bosh yerga qaratib 5 marta urishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga mana bunday 5 marta. Shunaqa holatda yordam berish kerak. Rahmat. Va so'nggi ishtirokchimiz. Bola tiqilgan paytda bundoq yotqizib olib, bunaqa teskarisiga urib, o'shanda yordam bersa bo'ladi. Mana bunga urib, jayini qattiq emas, o'sha yumshoq, sekin ohistalik bilan uriladi. Javobingizni qabul qildik. Qarsakiylarni chalib qo'y. O'zi xayolingizda shunaqa narsa bo'lganmi? Endi juda qo'pol savol beryapman, xafa bo'lmaysizlar. Bo'lmagan-a? Quloqidan tortardinglar. Demak, hozir doktor Ziyod. keling, o'zingizni tanishtiring va g'olibimizni kim to'g'ri va haqiqatga yaqin javob berganini bizga belgilab berasiz. Xo'p, bo'ladi. Ismim doktor Ziyod, oilaviy shifokorman. Hozir hammanikini ko'rib chiqdim. To'g'ri elementlar ko'pchiligida bor. Mutlaq to'g'ri qilindi degan holatda ham aytolmayman. Ochig'ini aytganda buni tushunsa bo'ladi. Shifokorlarning ko'pi ham esla olmasligi mumkin buni bunaqa paytda. Lekin shu 5 ta ishtirokchimizdan oqrimoldagi ishtirokchimiz ko'proq elementlarni ko'rsatib bera oldilar. Shu birinchi yordamni. Lekin men ba'zi narsalarni aniqlashtirib o'tmoqchiman. Bunday birinchi yordam faqatgina to'liq tiqilish bo'lganda ko'rsatiladi. Ya'ni bola yo'tala olmayapti ham, nafasi ham yo'q, yo'tala olmayapti ham. Yo'talib turgan insonga bunaqa ishlar qilinmaydi. Eslab qolinglar. Orqasiga qoqib qo'yishadi-ku, bunaqa qilish kerak emas. Bu vaziyatni yomonlashtirishi mumkin qaytanga. Xullas, qaysi elementlari to'g'ri qilindi? Birinchidan faqat ular aytdilarki, o'tirib qilgan ma'qul deb. Nima uchun bu muhim? Chunki shunchaki qo'lingizda ushlab turishingiz bola og'ir birinchidan va siz qattiq zarba bersangiz qo'lingiz pastga qarab ketib qoladi. Ya'ni zarbani kuchini susaytirib qo'yasiz. Demak, o'tirgan holatda stulda o'tirib, oyog'ingizni tizzingiz ustiga qo'lingizni qo'ysangiz, bolani mustahkam ushlay olasiz. Va doktor mana uzr so'rayman. Cho'chib ketib, bolalar cho'chib ketishmadimi? Juda ham baland qilib yuborishibdi. Mana bu bizda BLSda ishlatiladigan o'quv qo'g'irchog'imiz. Shunda ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana bunday ushlaysizlar. Ikkita barmog'ingiz bilan e'tibor bering. Jag'ini tagidan ushlab turibsiz va bola to'liq bilagingizda, ya'ni qo'lingizda yotibdi. Mayli, shunda ushlab tura qoling. To'liq yotib. Yana bir elementini aytdilar, boshi pastroq bo'lishi kerak deb. Bu ham to'g'ri. Chunki og'irlik kuchi bilan ham chiqish osonroq bo'ladi predmetda. Albatta doim mayli, hozir tushuntirib bering. Demak, o'tiribsiz, tizzangizga qo'ygansiz. Pastroq qilaylik. Stulda o'tiribsiz, tizzangizda turibdi bola, boshi pastroq bo'ladi, ushlab turibsiz mustahkam va kuraklarning orasiga qo'lingizni go'shtli qismi bilan ishonchli qattiqqina zarbalar berasiz. Pastga va oldiroqqa qaratib. Mana shunday zarbalar berasiz va bolani o'girib tekshirasiz, chiqdimi yo'qmi og'izdan. Agar u predmet sizga tanish bo'lsa, olish osonligini tushunsangiz, uni olishingiz mumkin. Lekin notanish predmet bo'lsa, unda tegmaganingiz ma'qul ko'p holatlarda, chunki ichkariga kiritib yuborishingiz mumkin, o'lchamini bilmasangiz yoki qo'shimcha jarohat yetkazishingiz mumkin. Xullas, nafas tiklanmadimi, predmet chiqmadimi, bolani endi orqasiga o'girasiz. Orqasiga yotqizib, xuddi shu holatda endi ko'kragini ikkita so'rg'ichini orasida xayolan chiziq chizasizda, shuni o'rtasiga barmog'ingizni qo'yib, besh marotaba xuddi endi kuchli shunaqa ezuvchi harakat qilasiz. Mana shunda ham chiqmasa, yana qorniga o'girib davom etasiz.
Ya'ni galma-galdan shunday yordam ko'rsatiladi. Orada albatta yordamga chaqirish kerak, kimdir tez yordam chaqirgan bo'lishi kerak. Demak, o'zingizlar ham guvoh bo'ldinglar. Oq ro'moldagi ikkinchi ishtirokchimiz ko'proq elementlarni ko'rsatib berdilar, lekin hamma asosiy elementini ko'rsatdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, orqa kuraklariga urishni hamma aytdi. Buni o'zi ham katta gap. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Buni guvohi bo'ldi menimcha hamma. 5 ta ishtirokchi ham haqiqatga yaqin, to'g'ri javob berishga harakat qilishdi. Ana endi sovg'alarga o'tamiz. Sovg'ani hozir Buyupkin brendi birinchi o'rinni qo'lga kiritgan g'olibamizga ismlarini hozir mana. Ismingiz nima sizni? Barchinoyga topshiramiz. Qarsaginglar. Bu juda ham zo'r brend, Germaniya brendi. Chaqaloq bolachalaringiz mana ikkita ko'rib turibmiz. Mazza qilib ularni yaxshi kачественный vositalarda cho'miltirasiz. Xo'pmi? Xursandmisiz? Agar rozi bo'lsanglar, mana shu qo'limdagi Campbell Babies brendi kerakli, ayniqsa homilador onamiz bor ekanlar-da, bularga rosa kerak narsalar bor ichida, shularga beramiz. Chunki bilmayman hozir ikkinchi o'rinni kim egallagan, lekin bu yerda tug'ruqxona uchun kerakli barcha narsalar bor. Rozi? Qoyil, rozimisizlar? Mana buni raddomga sumkalaringizga sovg'a olasiz. Qabul qilasiz. Yana sovg'alarimiz bor qolgan ishtirokchilarimizga. 3-ishtirokchimiz kim yana to'g'riroq javob berdilar? Kim? Ochig'ini aytganda, ana ko'pchilik jigaring ro'molda hozir mana bu go'zalimizni ismini bilib olamiz. Nilufar. Nilufarga topshiramiz. Leon Baby'dan qo'shimcha ovqatlar. Endi 3 ta sovg'a bo'ldimi? Yana ikkitaligisi qolibdi. Demak, yana ikkita ishtirokchimizga bir xil Moy Rabbitdan yuvish vositalari qabul qilasizlar. Rahmat, lekin juda ham bir chiroyli javob berdinglar. Biz xursand bo'ldik. Onalarimizni tibbiy bolalarga yordam ko'rsatish uquvlari juda ham yaxshi. To'g'rimi, doktorlar? Sizlar ham qo'shilasizlarmi? Marhamat, joyinglarni egallab olishinglar mumkin. Sovg'alar sarpoli muborak bo'lsin. Mazza qilib uyda ishlatinglar va albatta biz Buyupkin brendiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mana shunaqangi zo'r, qimmatbaho sovg'alar uchun. Ana endi hozir bir o'ylab qarasam, yana ikkita sovg'amiz qoldi. Kelinglar, shu yerda biz lotereyani o'ynaylik, ikkitasini o'ynaymiz. Ikkita dona sovg'a bera olamiz. Qilamizmi? Hali qo'linglardagi nomeroklarni tashlab yubormaganmisizlar? Yo'q, tashlamagansiz. Tak, ushab turasiz. Hozir aralashtiramiz. Ikkita nomer o'ynaymiz. Sovg'alar tayyormi? Qirq 44-chi raqam. Bormi? Keling. Qarsanglar bilan qo'llab-quvvatlab qizimizni tabriklab turinglar. Bularga sovg'amiz qani? Qo'lingizda ushlab turibsizmi? Osmonlarga qarayman, bu yoqlarga qaramayman. Men 44-raqam. Mora bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat sizga. Buni olib tashlaymiz va oxirgi raqam lotereyada yana bitta aylantiraylik. 32-raqam. Bormi? Bor ekan, Xudoga shukr. Keling, sovg'angizni olasiz. Bu firmamiz Melo brendidan mana ikkita sovg'a lotereya o'yinida biz hozir ishtirokchilarimizga taqdim etyapmiz. Mana buni ichida ayollarimizga kerakli narsalar bor. Marhamat. Tabriklaymiz sizlarni ham. Rahmat kattakon. Azizlar, kechamiz davom etadi. Hozir endi navbatni biz